Agar siz O'zbekistonda yashasangiz, yoshingiz 40 dan oshgan bo'lsa, ota-onangiz 6 yosh atrofida bo'lsa yoki oilangizda nafaqa, pensiya, ish staji, rasmiy ish haqi, ijtimoiy soliq masalasi bor bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Chunki hozir ko'pchilik odamlar eng muhim narsani kech bilib qolmoqda. Pensiya va nafaqa masalasida hujjat, staj, rasmiy daromad, elektron ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, yillar davomida ishlagan mehnatingiz pensiya hisobida ko'rinmay qolishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar xavf ostida? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlarni hozirdan tekshirish kerak va eng muhimi, xato bo'lsa uni qanday tuzatish mumkin? Videoni hoziroq like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Avval ko'pchilik pensiya haqida faqat pensiya yoshiga yaqinlashganda o'ylardi. Erkak kishi 6 yoshga yaqinlashsa, ayol kishi 25 yoshga yetay desa, shunda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish staji, maosh to'g'risidagi ma'lumotnoma qidirila boshlardi. Odamlar, men 30 yil ishlaganman, hammasi joyida deb o'ylardi. Lekin amalda hamma ish joyi rasmiy bo'lmagan, hamma davr uchun soliq to'lanmagan. Ayrim korxonalar yopilib ketgan, arxivga topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhr xato bosilgan, ism familiya bir harf bilan farq qilgan holatlar juda ko'p uchraydi. Hozir esa tizim tobora elektronlashmoqda. Pensiya tayinlashda faqat odamning og'zaki gapi yoki men shu yerda ishlaganman degan da'vosi emas, rasmiy hujjatlar, elektron bazadagi ma'lumotlar, mehnat shartnomalari, ish haqi va ijtimoiy soliq to'lovlari muhim rol o'ynaydi. Bu bir tomondan yaxshi. Inson huquqi tezroq himoya qilinadi, navbatlar kamayadi, korrupsiya xavfi pasayadi. Lekin boshqa tomondan xavf ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz ba'zida noto'g'ri bo'lsa yoki umuman ko'rinmasa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Ko'pchilik qonun qabul qilindi degan gapni eshitganda, faqat pensiya yoshi oshyaptimi, nafaqa bekor bo'lyaptimi deb qo'rqadi. Men aniq aytaman, har bir xabarni tekshirish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan vahimali gaplarning hammasi ham to'g'ri emas. Lekin haqiqiy xavf boshqa joyda. Yangi tartiblar va raqamli nazorat kuchaygani sari rasmiylashtirilmagan ish yillari, to'lanmagan ijtimoiy soliq, xato hujjatlar va arxivdagi bo'shliqlar odamning kelajakdagi pensiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya shunchaki yoshga qarab beriladigan pul emas. Pensiya miqdori va unga bo'lgan huquq odatda ish staji, rasmiy daromad, to'lovlar va qonunda belgilangan shartlarga bog'liq. Demak, siz 25 yil ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar bu 25 yilning faqat 12 yili rasmiy tasdiqlansa, tizim sizni 25 yil ishlagan deb emas, tasdiqlangan davr bo'yicha ko'radi. Men ko'p uchratadigan birinchi misol. 48 yoshli erkak kishi 1998 yildan 2010 yilgacha xususiy firmada ishlagan. Oyligini qo'lga naqd olgan, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin firma yopilib ketgan. Pensiyaga hali 12 yil bor deb xotirjam yuribdi. Ammo ertaga tekshirsa ma'lum bo'ladiki, o'sha firmada hamma oylar uchun rasmiy ish haqi ko'rsatilmagan, ijtimoiy soliq to'lovlari to'liq aks etmagan, arxivga esa hujjatlar topshirilmagan. Natijada 12 yillik davrning bir qismi staj sifatida tan olinishi uchun u arxiv, sud, soliq ma'lumotlari, sobiq rahbar yoki boshqa hujjatlar bilan yugurishga majbur bo'ladi. Bu ishni 6 yoshda boshlasa juda og'ir. Rampdagi yoshda boshlasa hal qilish imkoniyati ancha yuqori. Ikkinchi misol. 26 yoshli ayol 20 yil tikuvchilik qilgan, lekin uning ishining bir qismi uyda, buyurtma asosida rasmiy shartnomasiz bo'lgan. U, men butun umr ishladim deydi. Bu insoniy jihatdan to'g'ri. Lekin pensiya tizimi uchun savol boshqa. Rasmiy ish staji qayerda? Mehnat shartnomasi bormi? Badallar to'langanmi? Daromad ko'rsatilganmi? Agar yo'q bo'lsa, u davr avtomatik ravishda pensiyaga qo'shilmasligi mumkin. Shuning uchun hozirdan o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, qonuniy faoliyat yuritish, to'lovlarni rasmiylashtirish kelajakda katta ahamiyatga ega. Uchinchi misol. 62 yoshli erkak allaqachon pensiyaga chiqqan, lekin keyin yana rasmiy ishlashda davom etmoqda. Bunday holatda ko'pchilik men ishlayapman, demak pensiyam o'z-o'zidan oshadi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiyani qayta hisoblash, qo'shimcha staj yoki ish haqi ma'lumotlarini hisobga oldirish bo'yicha tartiblarni bilish kerak. Har bir o'zgarish avtomatik tarzda siz kutgandek aks etmasligi mumkin.
siz pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki MyBokkakubuz orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirishingiz qayta hisoblashga asos bormi yo'qligini bilishingiz kerak. 4-misol. 45 yoshli ayolning pasportida familiyasi turmushdan keyin o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiya, diplomda boshqa yozilish, ish joyidagi buyruqda otasining ismi bir harf bilan xato. Hozir bu mayda ko'rinadi. Lekin pensiya tayinlashda aynan shu mayda katta muammoga aylanadi. Bu menmanku deganingiz yetmaydi. Hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar mos bo'lmasa, FADIO ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi. Ism familiya o'zgargani haqidagi hujjat ba'zan sud orqali yuridik faktni tasdiqlash talab qilinadi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, 20 yoshdan oshgan va ko'p ish joyini almashtirgan odamlar. Ikkinchidan, 1990 yillar va 2000 yillar boshida xususiy korxonalar, shirkatlar, fermer xo'jaliklari, kichik firmalarda ishlaganlar. Uchinchidan, uzoq vaqt chet elda ishlaganlar. To'rtinchidan, norasmiy ish haqi olganlar. Beshinchidan, mehnat daftarchasini yo'qotgan yoki unda muhr, imzo, sana xatolari bor odamlar. Oltinchidan, ayollar orasida farzand parvarishi davrlarini qanday hisoblashni bilmaydiganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish haqi bank kartangizga tushgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun ijtimoiy soliq to'lagan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'g'ri ko'rinsa, hujjatlaringizda ism familiya bir xil bo'lsa, xavf ancha kam. Lekin men baribir umuman tekshirmang demayman. Chunki xatolar rasmiy tizimda ham bo'lishi mumkin. Ba'zan bir ish joyi noto'g'ri kiritilgan, davr noto'g'ri ko'rsatilgan, lavozim boru, ish boshlagan sana yo'q, ishdan bo'shagan buyruq kiritilmagan bo'ladi. Eng katta tuzoq shuki, odamlar mehnat daftarcham bor. Demak, hammasi hal deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Korxona nomi, buyruq raqami, sana lavozim, muhr, mas'ul shaxs imzosi bo'lmasa. Savollar tug'iladi. Ayniqsa eski yillarda yozuvlar qo'lda, shoshma-shosharlik bilan ba'zan qoidaga zid kiritilgan. Bunday yozuvni keyin tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi tuzoq. Men o'sha joyda ishlaganimni hamma biladi degan fikr. Qo'shnilar, sobiq hamkasblar, mahalla raisi sizni tanishi mumkin, lekin pensiya uchun birinchi navbatda hujjat kerak. Guvohlarning ko'rsatmasi ayrim holatlarda yordam berishi mumkin, lekin bu eng so'nggi va murakkab yo'l. Eng kuchli dalil arif hujjati ishga qabul qilish buyrug'i, ish haqi vedomosti, soliq to'lovlari, mehnat shartnomasi va elektron bazadagi yozuv. Uchinchi nuans, chet elda ishlagan davr. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davr O'zbekistondagi pensiyaga qanday ta'sir qilishi davlatlararo kelishuvlar, rasmiy to'lovlar, hujjatlar bilan bog'liq. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, o'sha davlatdagi ish staji va sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlarni albatta saqlang. Ish beruvchi bilan shartnoma, soliq yoki sug'urta raqami, maosh ma'lumotnomasi, migratsiya hujjatlari, tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Agar siz faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsangiz, bu davrni isbotlash juda qiyin bo'ladi. 4-nuans. Ayollarda farzand parvarishi davrlari. Ko'p ayollar bolani parvarish qilgan yillarim stajga kiradimi deb so'raydi. Bu masala qonunchilikdagi aniq normalarga bog'liq va hamma davr ham cheksiz qo'shilavermaydi. Shuning uchun har bir ayol o'zining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarni, nikoh yoki ajrim hujjatlarini, mehnat faoliyati to'xtagan va qayta boshlangan davrlarni tartibga solib qo'yishi kerak. Ayniqsa familiya o'zgargan bo'lsa, bolalarning hujjatlaridagi ona familiyasi bilan pasportdagi familiya mos kelishini tekshirish zarur. 5-tuzoq. Ish beruvchining hammasini qilib qo'yganmiz degan gapiga ko'r-ko'rona ishonish. Men ish beruvchilarni yomonlamoqchi emasman, lekin amalda buxgalter xato qilishi, kadrlar bo'limi ma'lumotni kiritmay qo'yishi, korxona soliq qarzi bilan qolishi, mehnat shartnomasi elektron tizimda to'liq aks etmasligi mumkin. Siz o'z hayotingiz uchun o'zingiz javobgarsiz. Har yili kamida bir marta o'z mehnat tarixingizni tekshirib qo'ysangiz, kelajakda katta muammoning oldini olasiz. 6-nuans. Pensiyaga yaqinlashgan odamlarning kredit, mulk, meros va nogironlik bilan bog'liq masalalari. Masalan, odam 63 yoshda, sog'lig'i yomonlashgan, lekin nogironlik hujjatlarini rasmiylashtirmagan yoki merosdagi uy uning nomida emas.
doimiy ro'yxati boshqa joyda. Bankdagi ma'lumotlar eskirgan. Bular ham ijtimoiy to'lovlar va davlat xizmatlarida qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Pensiya masalasi faqat bitta hujjat emas, butun shaxsiy hujjatlar tizimi bilan bog'liq. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: shaxsiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, STIR, JSSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy guvohnoma, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlarni suratga olib, telefon va elektron pochta orqali zaxira nusxasini saqlang. Ikkinchi qadam: elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. MyBotkov portaliga kiring yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali mavjud xizmatlardan foydalaning. Agar o'zingiz kira olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yoki davlat xizmatlari markazidagi xodimdan yordam so'rang. Elektron mehnat daftarchasi, ish staji, ish beruvchi bilan bog'liq ma'lumotlar, soliq to'lovlari bo'yicha ko'rinadigan ma'lumotlarni tekshiring. Siz ishlagan korxona nomi bormi? Ish boshlagan va tugagan sanalar to'g'rimi? Bo'sh yillar yo'qmi? Shularni yozib chiqing. Uchinchi qadam: kamchilik topsangiz, darhol ish beruvchiga murojaat qiling. Agar korxona hozir ham faol bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada mening mehnat faoliyatimga oid ma'lumotlarni elektron tizimda tekshirish va xatolik bo'lsa tuzatib berishingizni so'rayman deb yozing. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, yuborilganini saqlab qo'ying. 4-qadam: korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar davlat arxivlarida, ba'zan yuqori tashkilot arxivlarida eski korxonalar hujjatlarida saqlanishi mumkin. Siz ishlagan korxonaning to'liq nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, korxona joylashgan manzili. Rahbar nomi bo'lsa, topish osonlashadi. Arxivdan ish staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma so'rang. Bu ma'lumotnoma keyinchalik pensiya tayinlashda juda muhim bo'ladi. 5-qadam: hujjatlarda ism familiya xatosi bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Masalan, pasportda Abdullayeva, diplomda Abdullayeva, mehnat daftarchasida Abdullayeva M deb yozilgan bo'lsa, bu kelajakda savol tug'dirishi mumkin. FHDY organlariga murojaat qilib, ism, familiya, otasining ismi o'zgargani yoki bir shaxsga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Agar oddiy tartibda hal bo'lmasa, yuridik maslahat olib, sud orqali hujjatning tegishliligini tasdiqlash masalasini ko'rib chiqing. 6-qadam: hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Bugun qo'lga naqd olayapman, menga qulay deyishingiz mumkin. Lekin 10 yil, 15 yil o'tgach, pensiya hisobida bu davr yo'q bo'lib chiqsa, juda afsus qilasiz. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Oylik rasmiy ko'rsatilishini so'rang. Agar o'zingiz mustaqil xizmat ko'rsatsangiz, o'zini o'zi band qilish yoki qonuniy tadbirkorlik shakllarini ko'rib chiqing. Bu faqat davlat uchun emas, avvalo o'zingizning kelajakdagi huquqingiz uchun kerak. 7-qadam: pensiyaga 2-3 yil qolgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga borib, oldindan maslahat oling. Menda mana shunday staj bor. Qaysi hujjatlar yetishmaydi? Nimalarni hozirdan tayyorlashim kerak deb so'rang. Xodimdan ro'yxatni yozib oling. Kerak bo'lsa, rasmiy javob so'rang. Chunki pensiya yoshiga yetgan kuni hujjat qidirishni boshlash ko'p vaqt yo'qotadi. 8-qadam: ota-onangiz uchun ham tekshiring. Ko'p 6 yoshdan oshgan odamlar internetdan foydalana olmaydi. Davlat xizmatlari portaliga kira olmaydi, ariza yozishda qiynaladi. Farzand sifatida ularga yordam bering. Ularning mehnat daftarchasini ko'ring. Pasport ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya miqdori nima asosida hisoblanganini so'rang. Ba'zan odam yillar davomida kam pensiya olib yuradi. Chunki biror staj davri hisobga olinmagan bo'ladi. 9-qadam: har bir murojaatni yozma qiling. Davlat organiga, arxivga, ish beruvchiga, pensiya jamg'armasiga murojaat qilganingizda ariza raqami, sana qabul qilgan shaxs javob muddati sizda qolishi kerak. Telefon orqali kelavering. Keyinroq bo'ladi. Topilmayapti degan gaplar huquqiy dalil bo'lmaydi. Yozma iz qoldirsangiz, keyin yuqori tashkilot yoki sudga murojaat qilish osonroq bo'ladi. 10-qadam: qonuniy manbalarni kuzating. Lexus, MyPakkahib.uz
Pensiya jamg'armasi rasmiy sahifalari, soliq qo'mitasi axborotlari va rasmiy davlat kanallaridan foydalaning. Telegramdagi noma'lum kanalda hamma pensiya bekor bo'ldi. 65 yoshdan oshganlarga yangi jarima chiqdi. Bugun oxirgi kun degan xabarni ko'rsangiz, darhol ishonmang. Avval manbani tekshiring. Haqiqiy qonun va qarorlar rasmiy e'lon qilinadi. Ularda aniq sana raqam va tartib bo'ladi. Men bugun sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar masalasida eng katta xavf yoshda emas, hujjatdagi tartibsizlikda. 40 dan beri 65 yosh oralig'idagi odamlar aynan hozir harakat qilishi kerak. Chunki bugun bitta arxiv ma'lumotnomasini topish mumkin bo'lgan joy ertaga yopilishi, sobiq ish beruvchi topilmasligi, hujjat yo'qolishi yoki xotirlar unutilishi mumkin. Hozir siz qiladigan eng to'g'ri ish. Mehnat daftarchangizni tekshiring. Elektron bazadagi ma'lumotlarni ko'ring, ish stajingizda bo'shliq bormi aniqlang. Hujjatlardagi ism, familiya xatolarini tuzating. Norasmiy ishni rasmiylashtiring va ota-onangizga yordam bering. Bu ishlar zerikarli ko'rinishi mumkin. Lekin kelajakda har oy oladigan pensiyangizga, oilangizning barqarorligiga va sizning huquqingizga ta'sir qiladi. Agar sizda shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmadi? Arxivdan ma'lumot topdingizmi? Elektron mehnat daftarchangizda xato chiqdimi? Boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni 40 yoshdan oshgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z pulini va huquqini yo'qotib qo'ymaydi.